Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Salom sizlarga. Shu ko'rib turgan Diyarbek kafesi sotiladigan manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi 50 qala Bo'stondomiz do'stlar. Bu yon taraf Aqchako'l tarafdan kelasizlar, bu yon taraf To'rtko'l tarafdan kelasizlar. Bo'stonning paxta zavodi bo'yna. Bo'stonning paxta zavodi shuning to'g'risida Diyarbek kafesini. Bu ko'rib turgan qara uylarimiz ham, tapchallar ham, ta yo'lacha shu territoriyaga kiradi ekan. Bu yerda dokumentlar ham mana asasi bor, dokumentlari natural deb alınıp turibdi, hammasi dokumentida umuman muammo yo'q. Prямо notarisda pulni sanab turib odamlarni o'tirib olaverasizlar. O'zini yarasa klientlar ham bu ayni ishlab turgan kafemiz yana sotiladi. Agar mabodo sotib olib turib o'zim ishlatmayman, arenda berib qo'yaman desanglar, shu o'zlari ishlatib o'tiribdina, tayyor klient ham bor edi, arendachi ham bor tayyor. O'zlari arenda o'tirib ishlatib turibdi ekanlar, bemalol yana sotib olgandan keyin ham biznes davom ettirib turaveradi. Agar mabodo ochmayman desang, bo'lmasa tayyor biznesini hamma narsasi qoladi ekan. Bu yon tarafda hozir qara uylarni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bu yerda 2 dona qara uy, undan tashqari tapchallar ham bor, atmosfera cho'tkilar yana qaranglar. Salqingina bo'lib turibdi. Zo'r ekanlar yana atmosfera. 2 dona qara uy, bu yerda yana konditsionerlar ham hamma narsasi qo'yib turibdi. Mana kolonka desanglar, kolonkilari o'zine yarasha atmosferaga ega. Yan tarafdan shuning birisi bor. Yan tarafda yana tapcham bor 4 tane. Katta-kattasidan bog'ning ichida 4 tane. So'ki yez salqinda kelib oila bilan dam olib yuraveradigan yer ekan. Bir de hozir ishlab turgan kafe klientlar ham bor. O'zini yarasa beruvchi internetda ko'rgandan bilasizlar, bu yerda o'zini yarasa klientlar ham bor. Erdalardan polni isteyash ishlanib turibdi bu yon tarafi. Bu yon tarafning chegarasi bergina sifrli joyasi yurtdoshlar. Bu ham do'kon ekan eldi. Undan tashqari bu yon tarafda kattalarda yana do'konlari bor. Bu yon tarafda yana burchatkilar bosilib turibdi. Ajoyib bir ish qo'yibdilar. Stol-stullar bo'yna ko'rib turganlarsing, narsalar ekib, manzaralar deb qo'yibdilar. Yan tarafga chegarasi shu, sifrli joyasi to'kib, fondan hammasi kelib turibdi. Bu yerda do'kon. Katta do'kon. Xohlasanlar bilan o'tiradigan xona istanglar ham bo'laveradi. Kafe hisobida yana bo'lmasa, do'kon aytib olsanglar ham bo'laveradi. Gullar ekib, manzaralar deb qo'yibdilar. Aytib o'tganimizdek, o'zlari arenda o'tirib ishlatib o'tiribdilar. Buni mabodo o'zim ochmayman desanglar, sotib olgandan keyin arenda berib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yon tarafdan ajoyib qo'yibdilar. Chalari, gullar ekib, bellara burchatkilar bosibini. Aynalar plastik tomonlardan qo'yib turibdi, ustlari polni ishi falan turibdi. Bu yon tarafda mana 5 tane boks bor. Bu yerda mana do'kon açib yoki boshqa sotib olgandan keyin arenda aytib qo'ysanglar, arenda berib qo'ysanglar ham bo'ladi. Şu do'konlar ham shu kafega qarashli. İçlerinden bir gözetip o'tamiz. Polkalari hamma narsasi bor edi. Mana pilpalar bosilib turibdi. Bu yon tarafında yana tandırlar ham bor ekan. Ustlarini ko'rib turibsizlar, suratni bosib qo'ydilar shifrdan. Bu yerda yana shuning boksdan 5 tane bor bu yon tarafda mana. Bir ham sotib olgandan keyin arenda berib qo'ysanglar ham bo'ladi, bo'lmasa o'zingiz bir biznes boshlasangiz bo'ladi. Bu yon taraf Sarvar tarafi. Bu yon taraf Novi chiqqan, bu yon tarafini chegarasi, bu yon tarafini oshxonasi, shu narsalari bor. Endi ichine girib ko'rsatamiz, xudo xolosa. Hamma shart-sharoitlari bor. Tayyor biznesini. Kim qiziq bo'ladigan bo'lsa, qolgan telefonini meni qoldiramiz, bemalol aloqa chiqaverasizlar, xudo xolosa. Bu yon tarafın chegarasini aytdik, endi ichine girib ko'rsatamiz sizlarga, xudo xolosa. Bismillah.
atmosferası acayip. Yan taraftan giriverishda rakovinalar ko'p turibdi. Bu yan tarafda hojatxonasi ekan. Bu yan tarafga kelganimizdan keyin yana stol-stullar, challar, narsalar qo'yilib ekan. O'zining yarasha klientlari bu yerga hamma narsa qoladi, hech narsa olib ketilmaydi. Konditsionerlari, hamma narsasi boyna. Tokyo'dan montazani, Yo'qo'dan Euromodada isham turibdi. Bu yan tarafda mana zali. Televizorlar, atlatmalar, pulni hammasi o'tib turibdi va ishlab turibdi. Konditsionerlar. Tamam, tayyor. Gelib ishlab ketaverasizlar. Hamma narsasi qoladi. Hech narsa olib ketilmaydi. Bu yan tarafda oshxonasi, bu yerda hozir pizza ishlab turibdi. Bu yerda tushirilgan, keyin keyin bemalol ko'rarsa, bu yerdan o'zining yarasha vajlari bor, ovqat pishiradigan. Bu yerda banketli zal. Bu yerda televizorlar, konditsionerlar, o'zining yarasha atmosferaga ega. Atlatmalar ham pulni ishlab turibdi. Neyse görüp durgan kafemiz yine satılıp oyladı. Bir yan taraftan yine sana öteden yeri, bir yan tarafta yine kichkina xonasi bor. Gelsanglar, xudo hozir o'zingiz birma-bir ko'rib chiqaverasizlar. Xo'p, narxini keladigan bo'lsak, narxi telefonda gaplashiladi. Qimmat aytib turganim yo'q dedilar, shuning uchun variant qo'yib beraman, to'liq narxda sotaman deb turibdilar. Arzon baho aytib turibdi ekan, pul zarur, shuning uchun sotiladi. Kim qiziq bo'lsa, ekranlardagi nomerlarga bog'lanib bemalol gelip, görüp, gelişip alaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda görüşünce yetkazgan vaqtlarda razı bo'linglar.